Ka'ba atrofida tavofni tugatgach, maqomi Ibrohim yonida 2 rakat tavof namozini o'qidik. Guruh rahbarimiz bu yerda Hazrati Ibrohim alayhissalomning muborak oyoq izlari saqlanishini aytdi. Yaqinlashib qaradim. Tillarang panjara ortidan bir paytlar Ka'bani barpo etgan qadamlar ko'rindi. Necha asrlar o'tdi, uning izlari haligacha saqlanib turibdi. Bugun millionlab insonlar shu izlar yonida namoz o'qiydi, tavof qiladi. Bu Alloh uchun bosilgan qadamlar izi. Hammamiz hayotda nimadir sari qadam bosamiz, lekin har qadam ham iz bo'lib qolmaydi. Yo'lni bosib o'tgan qadamlar emas, haq uchun bosilgan qadamlar iz qoldirar ekan. Hazrati Ibrohim alayhissalomdan faqat toshdagi oyoq izi emas, insoniyatga yo'l ko'rsatgan butun bir umr qoldi. Bizdan-chi nima qoladi? Biz qoldirayotgan iz odamlarni haqqa yaqinlashtiradimi? O'zimga bergan savolim ko'nglimni bo'shatib yubordi. Ko'zda yosh bilan duo qildim. Menga qalam berib siylagan Rabbim, o'zing menga tuganmas ilhom ber. Mendan haqqa intilgan yuraklar uchun asarlar, qalblarni uyg'otadigan so'zlar, insonlarni senga yaqinlashtiradigan izlar qolsin.